Shuning uchun ularni dushmanligi bor. Lekin biz duo bilan himoyalanib yurishimiz kerak. Eng zo'r duolardan biri ertaman bomdoddan keyin va shomdan keyin la ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulku va lahul hamdu va ala kulli shay'in qodirni iloji bo'lsa 100 ta, bo'lmasa 10 ta namozdan oyoqni yoymasdan turib o'qish. Shomda ham farzdan keyin o'qiladi. Sunnatga turmasdan turib o'qib, keyin sunnatga turiladi. Bomdod o'zi undan keyin sunnat yo'q. Oldin uni o'qib, keyin boshqa zikrlar qilinadi. Chunki boshqa zikrlarda siz oyog'ingizni yozib olishingiz mumkin. Hadisda oyog'ini yozmasdan degan gap ta'kidlangan, ya'ni joyidan qimirlamasdan degan ma'noda. Agar shuni qilinsa degan Rasululloh akram alayhisolatu vasallam bo'ldi, kecha kunduz u himoyada bo'ladi. Keyin Qur'on himoya qiladi. Uyda Qur'on o'qib turilsa, mana Baqara o'qilgan uyga shayton kirmaydi. Hech bo'lmasa Oyatul Kursi, Oli Imronni, Oyatul Kursini va Amana Rasulini o'qib turish kerak uyda har kuni. Doim Qur'on o'qib turilgan uyda inshaalloh jin shaytonga imkoniyat bo'lmaydi. Endi ba'zi bir jinlar bo'ladi, munofiq bo'ladi. Ular Qur'on o'qilayotgan paytda Qur'ondan masalan Qur'onga nisbatan ham u kofir jinlar singari ta'sirlanmasdan biroz chidamliligi bor ularning. Ularga ham lekin ixlos bilan duo qilib Qur'on o'qishda davom etilsa, ular ham yengiladi. Agar kishi mana jinchalish alomatini o'zida sezsa, ruqya bilan shug'ullanadigan kishilarga murojaat qilish kerak. Ruqya o'qiydigan kishi ixlos bilan o'qishi shart. Va imkon qadar tahorat bilan bo'lishi kerak va albatta xolis o'qishga niyat qilish kerak. Lekin ruqya uchun haq olsa bo'ladimi desa bo'ladi. Chunki sahobalar ham ruqya uchun haq olishgan va uni Rasululloh akram alayhissalom ma'qullaganlar. Ruqya o'qiydigan odam yo sunnatga kelgan duoni o'qiydi yo Qur'on o'qiydi. Yo'inki ba'zi bir tasavvuf mashoyihlari salovatlardan tuzgan yirtlari bor, o'shalarni o'qishi ham mumkin. Lekin tushunarsiz so'zlar bilan dam solish bo'lsa, u jinlarniki bo'ladi. Va bunday tushunarsiz so'zlar bilan dam solish odatda yahudiylarda bo'ladi.